Okulemi canım. Yo'q, ichmayman bo'ldi. Hammasi zakon. Bitta nos qo'yaraman, chotki bo'ladi hozir. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom. Zo'r aka. Rahmat. Ha, zo'r bo'ladi. Gap yo'q, Shahriyor aka omadingizni bersin aka. Ha, ertaga ishmayapmi? Maluba ekonomistlarning qulog'idan tortsin bu mashin. Yaxshi mashinlar mening aka. Alloh taolo barakasini bersin. Xizmatingizni bilaman-ku, endi Rossiyaning ko'chasida yurish oson emas. Texnikani haydab ko'rdik. Karillab kelganlarni ham. Men samosyol haydaman O'zbekistonga deb go'rga kelib mazasi qochib tashlab o'zi stroykada yurganlarni ham ko'rib yurib. O'zim chaqirganman. Samosyol haydayman deganman. O'zi stroykada yurib kayf qilib. Oson emas Rossiyaning ko'chasida. Ishlaganga-da? Yo'q, bu odam mexanik edi. Shahriyor deydi, Chiroqchida. Tekstilchi metroda bitta Armanda mexanik edi. U katta firma u. O'shalardan orttirib kechalari borib chakanalarning texnikasini remont qilib beradi. Samosyol, JCB, pogruzchik farqi yo'q. Ancha ishlayverdi, o'z zapretga tushib qolgan. Gap yo'q Shahriyor aka. Damir Qurbonov. Zo'rmisan oshno? Mazang yaxshimi? Balalaring sog'mi? Tinchmisan jigarim? Bormisan ham? Ko'rinmaysan. Bak, biz ham o'tiribdik-da. Buni ichi bo'shab qoldi, endi qochadi. Pastavka. Shahriyor aka, shu xaltalarni sog'indingizmi yo'q? Bu baribir boshqacha-da. Bo'ldi. Ertaga olib bersangiz, qaralar bersangiz, sotuvlar. Hozir chuqurvoy bo'ldim-da. Ana shunday qilib zo'rmisan oshno, malades. Yana zaporobga qil. Yo'q, kola bo'ldi. Zakonni bo'ldi. Kola zaporobga qilsam bo'ladi mana. Xohlaganingdan bor. Biz kattasidan oluvdik, bo'ladi. Normalni bo'ldi. Bepul. Nimani o'ylaysiz? Ishlayaptik-ku ana kechasi soat 9:10gacha. Bitta kola ichsak ishlaydi. Bular, men qanday atvet yozaman bularga? Men atvet yozishni bilmayapman-da. Sizga yozib bilmasangiz kerak, siz просто голос tashlaysiz. Yo'q, mana yozishim kerak lekin. Turamizmi aka? Ishingiz zo'rmi? Ha, rahmat, o'shna zo'r ishlar zakonmi? Yomon emas. Sotka. Men qidirayotibman-da, men ham atvet yozaman deb bo'lmaydi. Men faqat gapirar ekanman, to'g'ri. Bola bo'lib qoldi.